Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar. Mana biz Xudo xolasa zakat olib kelamiz. Tayyor holatga kelgizdik. Mana mansabli tom. Hozir qisqacha sizlarga ma'lumot beramiz. Bu shu holatimiz 12 metrlik joyga tayyor bo'ldi. Mana zakat olganmiz. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Xudo xolasa bu holatimiz Xudo xolasa reykasiga to'g'ri tayyor holat bo'ladi. Do'stim videosini ham olib beramiz. Xudo xolasa 170 mingdan boshlanadi. 300 mingga to'g'ri bo'laveradi Xudo xolasa. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Layklarni bosib mana reykasi. Hozir mana reykasi kraska sepilgan tayyor holat. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Kimda shunaqa tom, naves, molxona, teplitsa, issiqxona bo'lsa, Xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz. Mana berishlaringiz mumkin. Kraska sepilgan holatlar. Layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kimga shu videomiz yoqqan bo'lsa, bitta tugmasini bosib qo'yasizlar. Sizga pul kelmaydi. Oddiygina shu tavsiyani bosasizlar tarqab ketadi. Tanish bilishlarga, kimdadir shunaqa naveslar bo'lsa, oshna-og'aynilarga yetib boradi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib olasiz. Xudo xolasa pastga nomerimizni qo'yamiz. Xudo xolasa mana ulanamiz. Endi mana holatimizni ham ko'rsatamiz. Shu o'zimiz materialdan yopilgan bir sikatli qilinib yopilgan tomimiz. Mana shipirga yopilgan joyimiz bu.